Biz kurashamiz. Xomanaiy qasamyodiga 10 minglab odam yig'ildi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, hoziroq obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Eron poytaxti Tehron shahrida kecha 10-mart kuni mamlakatning yangi oliy rahbari Mujtabo Xomanaiiyning qasamyod marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari to'g'ridan-to'g'ri efir orqali xabar tarqatdi. Mujtabo Xomanaiy bu lavozimni 28 fevral kuni AQSh va Isroilning zarbasi oqibatida halok bo'lgan otasi Oyatulloh Ali Xomanaiy o'rnini egalladi. Qasamyod marosimi munosabati bilan 10 minglab odamlar inqilob maydoniga to'plandi. IRIB muxbiri ma'lumotiga ko'ra, odamlar mahalliy vaqt bilan soat 15:00 dan boshlab maydon va uning atrofidagi ko'chalarga yig'ila boshlagan. Namoyishchilar mamlakatning boshqa shahrida ham bo'lib o'tdi, jumladan Qum, Bobolsar, Rabot Karim va Mashhad shaharlarida ham yurishlar tashkil etilgan. Ma'lum qilinishicha, Eronning avvalgi oliy rahbari Ali Xomanaiy AQSh va Isroil tomonidan Eronga qarshi boshlangan qo'shma harbiy operatsiyaning birinchi kunida o'ldirilgan. 9-martga o'tar kechasi 56 yoshli Mujtabo Xomanaiy mamlakatning yangi oliy rahbari etib saylangani ma'lum qilindi.